Shu videoni Instagramda ko'rib, shuni qilib yemagunimcha ko'nglim joyiga tushmadi. Juda ham oson ekan. Iliq suvga 1 choy qoshiq tuz solib, un solib, oddiygina xamir olib tindirib qo'yamiz. Va xamirni shunaqa kichkina bo'laklarga bo'lib, ustini yopib qo'yamiz. Agar ustiga salofan yopsangiz, yana ham yumshoq bo'ladi. Sovusini archib, mana shunaqa chiroyli qilib cho'rkadan chiqarib olamiz. Keyin piyozni, sovusini yaxshilab qovurib olamiz va ozgina farsh solib, tuz sepib, dimlab qo'yamiz. Bu dimlab pishguncha xamirlarni mana shunaqa katta dumaloq qilib, yupqa qilib yoyib olamiz. Ketma-ketlikda chiroyli qilib yoygandan keyin tovaga solib pishiramiz. Biz tomonda tova deyiladi, bir xilga shevada skоворodka deyilar ekan. Ikkita tarafini pishirib olgandan keyin qiymani qo'yib, orqa oldini aylantirib, ketma-ketlikda pishirib chiqamiz. Ichi pishmay qolmaydimi deganlarga shunaqa zo'r pishar ekan. Oldin orqasini ag'darib pishirsangiz, yana ham zo'r bo'lar ekan. Shunaqa qilib o'rab dasturxonga tortsangiz, ishoning, oila a'zolaringiz sizga duo qilib yeyishadi. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ring.